Bu holat sizga ham tanishmi? Kir yuvish mashinasini nosoz deb o'ylashdan avval unda aks etgan xato kodlari haqida bilib oling. Kir yuvish mashinasida xato kodlari, masalan, E1, E2, E3 va boshqalar mashina ish jarayonida qandaydir nosozlik yoki noto'g'ri holat aniqlaganda avtomatik tarzda paydo bo'ladigan ogohlantirishdir. Ya'ni bu mashina o'zida o'rnatilgan elektron diagnostika tizimi yordamida sizga muammoni ko'rsatish usuli hisoblanadi. Muammoni bartaraf etish uchun darhol servis markaziga murojaat qilishga shoshilmang. Xato kodi chiqqanda nima qilish kerak? Masalan, E1 xatolik kodi. Bunday holatda mashinaning elektr tarmog'ini o'chiring. Keyin suvni tekshiring. Kirish yo'llari ochiqmi? Suv chiqish langlari to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Filtrni tozaligini ko'zdan kechiring. Ekranda E3 xatolik kodi aks etganda kir yuvish mashinasini eshigini yopiqligini tekshiring. Odatda eshik tirtqichiga kiyimlar tiqilib qoladi. E5 xatolik kodi bu holatda xonadonga kirib kelayotgan elektr toki juda past yoki baland bo'lganda chiqadigan nosozlik hisoblanadi. Bunday holatlarda alohida stabilizator orqali ishlatish tavsiya etiladi. Har bir xato kodi qaysidir ish noto'g'ri bajarganingizni ko'rsatadi. O'zingiz va kir mashinangizni xavfsizligi uchun ushbu kodlar qanday ma'no anglatishini bilib oling hamda yaqinlaringiz bilan ulashing.